Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun mana 11-mart. Anchadan beri video qilmayotgandim. Inkubatorga xudo xohlasa tuxum qo'ydim mana. Inkubatorga tuxum soldim. O'zimizning mesti tovuqlar. O'zimizning tovuqlarning tuxumi xudo xohlasa 20-21 kundan keyin rezultatini ko'ramiz birgalikda sizlar bilan. Kanalni kuzatishda davom eting. Hali ko'p yangiliklar, ko'p vaqt bo'lmayapti. Aytgan kartoshkamni ham ekkanman 1 gektar. Uni ham xudo xohlasa ko'rsataman, uje o'sib chiqdi. Uni ham ko'rsataman xudo xohlasa. Kanalni kuzatishda davom qilinglar.